17 bob. Ahitofel Absalomga yana. İcazat bersinleri 12 ming odamni tanlab olsam. Bugun kechidala yo'lga chiqib, Davudning orqasidan qo'g'lab berib, u herib, charchab, umidsizlangan vaqtida hujum qilsam, u va uning hamrohlarining hammasi aloqzodlikda qochidi. Men faqat podshohning o'zini o'ltirib, butkul xalqni sizga qaytirib kelaman. Sizli qo'g'lab yurgan u odam o'lsila, xalqning hammasi o'zlarining yonlariga qaytib keladi. Xalqmu omon qoladi, dedi. Ahitofelning bu maslahati Absalomg'mu, barliq Isroil oqsoqollarig'mu yoqdi. Arki jamoatidan bo'lgan Hushaynimi chaqirib kelinglar. Uning nima deydiganligini anglab boqayli, dedi Absalom. Hushay Absalomning oldiga keldi. Absalom uningga Ahitofelning maslahatini aytib berdi va uningdan: "Biz uning deganidek qilsak bo'larmi? Bo'lmasa, sen fikringni deb baqsang", deb so'radi. Ahitofelning bu qitimki maslahati yaxshi bo'lmabdi, deb javob berdi Hushay. O'zlariga ma'lumki, otilari va uning odamlari mohir jangchilar bo'lib, ular xuddi bolalari bulab ketilgan dalodagi tishi iyiqdek qahrga to'lgandir. Ya'ni kelib, otilari bir tajribalik jangchi. Kechida u lashkarlar bilan birga yotmaydi. Shu paytda u bir o'nkirda yoki boshqa bir yerda yo'shilinib yuradi. Otilari Davud Silining odamlariga birinchi bo'lib hujum qilib, odamlaridan ba'zilari o'ltirilsa, buni anglaganlar Absalomning odamlari qirilibdi deyishidi. U chaqda hatto shir yurak qahramonlarmi qo'rqinish ichida qoladi. Chunki butun Isroil xalqi otlarining mohir jangchi ekanligini, uning odamlarining botir ekanligini biladi. Maslahatim shuki, Don shahridan Behersheba shahrigacha bo'lgan butun Isroillar Silining atroflariga to'plansin. Isroillar dengiz yoqasidagi qumdek ko'p. Ularni Sili o'zlari jangga boshlag'aylar. Bu chaqda Davud podshoh mayli qayerda yo'shirinib yurmisin, biz xuddi yer yuziga tushgan shabnam butun zaminni qoplagandek uning ustiga bostirib boramiz. Davud va uning odamlaridan birini tirik qoldirmaymiz. Davud chekinib biror shaharga kirib olsa, biz butun Isroillar arg'amchilarni elib kelib, hatto kichkina bir tal toshni qoldirmay, u shaharni tortib, opirib soyga tushirib etimiz. Absalom va Isroillarning hammasi Hushayning maslahati Ahitofelnikidan yaxshi ekan deyishdi. Sababi Parvardigor Absalomni bola qazoqqa duchor qilish maqsadida Ahitofelning yaxshi maslahatining buzilib ketishini qaror qilgan edi. Hushay Ahitofelning Absalom va Isroil oqsoqollariga qanday maslahat berganligini, o'ziningmi ularga qanday maslahat berganligini ruhoniy Zadok bilan Abiyatarga deb berdi. U yana: "Endi sizlar darhol Davudga odam avatib, uningga bugun kechida dalodagi daryo kechikida turmay, hozirla Iordan daryosidan o'tib ketsizlar. Undaq bo'lmasa, podshoh o'zlari ham odamlarimi yo'qitildi, deb ma'lumot beringlar", dedi. Bu chaqda Abiyatarning o'g'li Yonatan bilan Zadokning o'g'li Ahimaaz o'zining shaharga kirayotganligini boshqalarning ko'rib kelishidan qo'rqib, Yerusalimning teshidagi Rogel bulqining bo'yida kutib turishdi. Bir xizmatchi qiz ularga xabar akilib turadi. Ular bo'lsa anglaganlarini berib, Davud podshohga yetkazib turadi. Lekin bir qitim ularni bir yigit ko'rib kelib, berib Absalomga aytib qo'ydi. Shuning bilan u ikkisi ishtik u yerdan ayrilib, Bahurimdagi biraylarning uyiga bordi. U odamning hovlisida bir quduq bor bo'lib, ular shu quduqning ichiga tushib oldi. Uy egasining ayoli ularning sezilib qolmasligi uchun quduqning og'ziga bir palas yepib, ustiga boshaq yetib qo'ydi.
Absalomning odamlari bu uyga ularni izlab kelib, u ayoldan Ahimaaz bilan Yonatanni ko'rdingizmi deb so'radi. Ayol ularga ular daryodan o'tib ketdi deb javob berdi. Absalomning odamlari ularni izlab topolmagandan keyin Yerusalimga qaytib ketishdi. Ular ketgandan keyin ishkilan quduqdan chiqib Davud podshoning yeniga berib, Ahitoffelning Absalomga Davud va uning odamlariga qarshi maslahat berganligini aytdi. Ham ularga "Qani, hozirda daryodan o'tib ketinglar" dedi. Shuning bilan Davud va uning odamlari Iordan daryosidan o'tishga boshladi. Tong atqanda daryodan o'tib bo'lolmagan bir mu odam qolmadi. Ahitofel o'z maslahatining qabul qilinganligini ko'rib, eshikini egarlab o'z yurtiga qaytdi. Oilasidagi ishlarini o'rinlashtirib bo'lgandan keyin esilib o'lib oldi. Jasadi ota bovlarining qabristonligiga qo'yildi. Davud Mahanaim shahriga yetib borgan chaqlarda Absalom va uningga agashgan Isroillar Iordan daryosidan kesib o'tdi. Absalom Yoabning o'rniga Amasani qo'shinning bosh sarkarchisi qilib tayinladi. Amasa bo'lsa Ismoillardan bo'lgan Yeterning o'g'li edi. Uning onasi Abigal Nahashning qizi bo'lib, u Yoabning onasi Zeruyaning singlisi edi. Absalom bilan Isroillar Gilatda bargoh tikdi. Davud Mahanaimga yetib borgan chaqda uni Amonlarning Rabbah shahridan bo'lgan Nahashning o'g'li Shobi, Lodubarlik Amiyelning o'g'li Makir va Rogelimda o'tirishliq Gilatlik Barzillayla kutib oldi. Ular Davud va uning odamlari cho'lda yurib, yerib, qo'rsaqlari ichib, ustab ketgandu deb o'ylab, yotqan ko'rpilar, tovoqlar, sapal qachilar, bug'doy, arpa, un, qo'mach, purchaq, mash, hasal, suzma, qurut irimchik va qo'ylarni ilib kelgan edi.